Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi darsimiz 5-ma'ruzamiz operatsion tizimlar fanimizdan. Demak, 5-ma'ruza o'rnatilgan tizimlar mavzusiga bag'ishlanadi. Bu mavzumizda o'rnatilgan tizimlar to'g'risida asosiy tushuncha, o'rnatilgan tizim arxitekturasi, o'rnatilgan tizim modeli, o'rnatilgan prosessorlar to'g'risida gaplashamiz. Demak, o'rnatilgan tizim nima o'zi? O'rnatilgan tizim bu maxsus funksiyaga ega bo'lgan kompyuter tizimlari bo'lib hisoblanadi. Demak, ikkinchi bir o'rnatilgan tizimlarni yana bir oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, ular ko'milgan degan ma'noda ham ishlatiladi. Sababi bu qandaydir bir katta mexanik qurilma yoki elektron tizim ichida mavjud bo'lganligi sababli ularni ko'milgan atamasi bilan ham atashadi. Umumiy olgan paytimizda o'rnatilgan tizim nima deganda, ishlab chiqarish jarayonida zavodni o'zida o'rnatilgan tizim bu o'rnatilgan tizim bo'lib hisoblanadi. O'rnatilgan tizimlarning 4 ta turi mavjud. Mustaqil o'rnatilgan tizimlar, tarmoqqa o'rnatilgan tizimlar, mobil o'rnatilgan tizimlar, haqiqiy o'rnatilgan tizimlar. Demak, mustaqil o'rnatilgan tizimlar. Kattaroq tizimda ishlash o'rnatilgan tizimlarning asosiy xarakteristikasidan biri bo'lib hisoblanadi. Mustaqil xilma-xillik mustaqil ravishda ishlashi mumkin bo'ladi. Mustaqil o'rnatilgan tizimlar asosiy kompyutersiz chiqishlarni ishlab chiqishi mumkin bo'ladi. Bularga misollar bilan raqamli kameralar, raqamli soatlar, MP3 playerlari, kalkulyatorlarni keltirishimiz mumkin. Demak, misollarimizdan MP3 playerlari kalkulyatorimizdan ko'rinib turibdi. Demak, mustaqil xilma-xil, mustaqil ravishda ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan o'rnatilgan tizimlarimiz hisoblanadi. Tarmoqqa o'rnatilgan tizimlarimiz bu tarmoqqa o'rnatilgan tizimlar deb ataladi. Ularni ishlash uchun simli yoki simsiz tarmoqlar orqali veb server bilan aloqa o'rnatiladi. Demak, misollar bilan tushuntiradigan bo'lsak, uy xavfsizlik tizimlarimiz, demak, savdo nuqtasi post tizimlari, ATM mashinasi, demak, kartani siljitish mashinasi. Uy xavfsizlik tizimlarini misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, demak, bular simsiz tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Biror xavf bo'lishi, ularga signal sifatida borishi va o'sha joydan xavfsizlik ta'minlash xizmatidan xodimning tashrif buyurishini, demak, bu qurilmalarni biz tarmoqqa o'rnatilgan tizimlar deb qaraymiz. Mobil o'rnatilgan tizimlar bular kichik ko'chma qurilmalar bo'lib hisoblanadi. Barcha mobil o'rnatilgan tizimlar ham mustaqil o'rnatilgan tizimlar bo'lib hisoblanadi. Demak, barcha mustaqil o'rnatilgan tizimlar mobil o'rnatilgan tizimlar emas, lekin bularni farqi mavjud bo'ladi. Demak, masalan, kalkulyatoringizni, qo'l soatingizni keltirishimiz mumkin. Misollar bilan mobil o'rnatilgan tizimlarimizga uyali telefonlarimiz, noutbuklarimiz, planshetlar, aqlli soatlarimiz bu mobil o'rnatilgan tizimlar bo'lib hisoblanadi. Haqiqiy vaqtda o'rnatilgan tizimlarimiz bu ishlab chiqarish tezligi real vaqtda o'rnatilgan tizimlar. Demak, bular haqiqiy vaqtda o'rnatilgan tizimlar hisoblanadi. Sababi real vaqtda tizimlarda hal qiluvchi bu asosiy vaqt hisoblanadi. Asosiy haqiqiy vaqtda o'rnatilgan tizimlarning asosiy vazifasi, demak, zapros bo'lgandan keyin srazu darhol natijani ta'minlashi lozim bo'ladi. Demak, misol sifatida o'z-o'zidan boshqariladigan avtomobil boshqaruvi, samolyotlarni boshqarish tizimlari, mudofaa sohasida harbiy foydalanish, sog'liqni saqlash sohasida tibbiy foydalanishlar haqiqiy vaqtda o'rnatilgan tizimlar bo'lib hisoblanadi. Demak, o'z-o'zini boshqariladigan avtomobillarimiz, masalan, unda kechikish bo'lishi mumkin emas yoki mudofaa sohasida yoki sog'liqni saqlash yoki samolyot boshqaradi. Shuning uchun ularda natija darhol
ta'minlanishi lozim bo'lganligi sababli bu tizim haqiqiy vaqtda o'rnatilgan tizim bo'lib hisoblanadi. O'rnatilgan tizimda asosiy 3 ta komponentdan iborat bo'ladi. Bu birinchisi uskuna, ya'ni apparaturamiz, ikkinchisi ilovovchi maxsus dasturiy ta'minot. Demak, ishlashi uchun kerak bo'ladigan dasturiy ta'minotimiz haqiqiy vaqtda operatsion tizim. O'rnatilgan tizimning xususiyatlari, demak, o'rnatilgan tizimlar murakkablikda sezilarli darajada farqlanadi. Ularning barchasida umumiy bo'lgan narsa shundan iboratki, ular vazifaga xos bo'ladi. Quyidagi ro'yxatda ko'rishimiz mumkin. O'rnatilgan tizimlarning bir nechta umumiy xususiyatlari bo'yicha klassifikatsiyasi keltirilgan. Birinchisi mikroprotsessor yoki mikrokontroller asosidagi. Mikroprotsessorlar ham, mikrokontrollerlar ham integral mikrosxema bo'lib hisoblanadi. Ular o'rnatilgan tizimlarni hisoblash quvvati bilan ta'minlaydi. Ikkinchisi narsalar interpreti, ya'ni IoT qurilmalari uchun tez ishlatiladi. IoT bu uy xavfsizlik tizimi kabi inson yordamisiz bir-biri bilan aloqa qila oladigan qurilmalar bo'lib, ular bu qurilmalar tarmog'iga ishora qiladi. O'rnatilgan tizimlar IoTda real vaqt rejimida hisoblash va sezishni qo'llab-quvvatlaydi. Vaqtda sezgir funksiyasini bajarish o'rnatilgan tizimlar ko'pincha katta tizimning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun o'z vazifalarini ma'lum bir vaqt oralig'ida bajarilishini talab qiladi. Demak, o'rnatilgan tizimning asosiy tushunchalariga mikrokontroller, sensor va aktuatorlar real vaqtda ishlashni asosiy tushunchalari sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, mikrokontrollerimiz bu o'rnatilgan tizimning yuragi bo'lib hisoblanadi, ya'ni mikrokontroller boshqaruvni ta'minlab beradi. Sensor va aktuatorlar bular tashqi dunyo bilan aloqani o'rnatadi. Ya'ni har bir qurilma, apparat tashqi dunyo bilan aloqasini sensor va aktuatorlar orqali ta'minlanadi. Real vaqtda ishlash tezkor javob berish talab etiladigan jarayon bo'lib hisoblanadi. Demak, bunda asosiy talab tezkor javob. O'rnatilgan tizimlar turli sohalarda qo'llaniladi va ma'lum bir vazifani bajarish uchun mo'ljallangan tizim bo'lib hisoblanadi. O'rnatilgan tizimning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat. Demak, uskunasi, dasturiy ta'minoti va haqiqiy vaqtda ishlatiladigan operatsion tizimi. Demak, o'rnatilgan tizim va uning vazifasi quyidagilardan iborat. Birinchi asosiy vazifasi bir ma'lum bir vazifani bajarish. Demak, o'rnatilgan tizim aniq bir vazifani bajarish uchun mo'ljallangan. Masalan, bunga misol qilib ko'pgina texnikalarni keltirishimiz mumkin. Mana keng qo'llanilishi misollar bilan tushuntirsak, ma'lum bir vazifani bajarishini avtomobillar, maishiy texnika va sanoat uskunalari qo'llaniladi. Ya'ni o'rnatilgan tizim aniq bir vazifani, masalan, maishiy texnikadan mikroto'lqinli pechlarni keltirishimiz mumkin. Uni o'zini ma'lum bir vazifani bajarishi bilan belgilab beriladi. IoT asosiy qismi bu sensorlardan ma'lumot yig'ish va tarmoq orqali uzatish imkonini berishi hisoblanadi. Signal uzatish va interfeyslar, demak, bu yerda UART, demak, asinxron signal ma'lumotlar uzatish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Odatda mikrokontroller va kompyuterlar o'rtasida ma'lumot almashishda ishlatiladi. Oddiy tuzilishi va keng tarqalganligi sababli ko'plab o'rnatilgan tizimlarda ishlatiladi. SPI Serial Peripheral Interface, ya'ni yuqori tezlikda sinxron serial aloqa vositasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sensorlar, xotira qurilmalari va boshqa periferik qurilmalar bilan tezkor ma'lumot almashishni ta'minlab beradi. Demak, master slave arxitekturasiga ega
bo'ladi. I2S demak, Inter Integrated Skyhook 2 ismli sinxron serial aloqa bo'lib, bir nechta qurilmalarni bitta shinaga ulash imkonini beradi. Odatda bu sekinroq, lekin tarmoq simlar talab qiladigan ilovalar uchun ishlatiladi asosan. CAN demak Control Area Network demak avtomobil va sanoat ilovalari uchun mo'ljallangan bo'lib, avtomobil elektron tizimlarida, sanoat avtomatlashtirishda va boshqa real vaqtda boshqarish tizimlarida ishlatiladi. Samolyotlarda, kosmoslarda va shunga o'xshash tizimlarda ishlatiladi. Yuqori ishonchlilik va xatolarga chidamlilikni ta'minlab berishi bilan farqlanadi. Boshqaruv obyekti va uning ahamiyati deganda, demak, o'zi umumiy olganda, birinchi navbatda boshqarish obyekti. Bu o'rnatilgan tizim tomonidan boshqariladigan va nazorat qilinadigan har qanday qurilma, tizim yoki jarayon. Boshqarish obyekti demak, qandaydir bir, masalan, mikroto'lqinli pechimizni boshqarishimiz kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha demak boshqariladigan, nazorat qilinadigan qurilma, tizim yoki jarayon bu boshqarish obyekti bo'lib hisoblanadi. Demak, boshqarish obyektining ahamiyati o'rnatilgan tizimning asosiy vazifasini bajarish uchun muhim rol o'ynashi bo'lib hisoblanadi. Boshqarish obyekti orqali tizimning ishlashi optimallashtiriladi, xavfsizligi ta'minlanadi va samaradorligi oshiriladi. O'rnatilgan tizim protsessorlarning turlari. Demak, o'rnatilgan tizimda turli xil vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan turli xil protsessorlardan foydalanadi. Masalan, kirish mashinasi alohida, mikroto'lqinli pechka alohida, mashina alohida yoki bankomatlar alohida va xuddi shunday. Demak, bu protsessorlar arxitektura, quvvat sarfi, ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan farqlanadi. O'rnatilgan tizimlar uchun protsessor ishlashda tizimning talabi, quvvat iste'moli, narxi va ishlash kabi omillar hisobga olinadi. Mikrokontrollerlar kichik, arzon va kam quvvat sarflaydigan protsessorlar bo'lib hisoblanadi. Ular ko'pincha oddiy boshqaruv vazifalarini bajarish uchun ishlatiladi. SICS protsessorlari bu murakkab buyruqlar to'plamiga ega protsessorlar bo'lib hisoblanadi. Ular yuqori ishlashni ta'minlaydi, lekin ko'proq quvvat sarflaydi. RSIC protsessorlari sodda buyruqlar to'plamiga ega protsessorlar bo'lib hisoblanadi. Ular kam quvvat sarflaydi va samarali ishlashni ta'minlab berishi bilan farqlanadi. Maxsus maqsadli protsessorlar, bular nomida ham ma'lum, maxsus maqsadlar ma'lum bir vazifani, masalan, raqamli signalni qayta ishlash uchun bajarish uchun mo'ljallangan protsessorlar bo'lib, bular yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Mikrokontroller o'rnatilgan tizimning asosiy qismi bo'lib hisoblanadi va u quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni protsessorni, xotirani, kiritish, chiqarish portlarini. Demak, protsessorimizni vazifasi amallarni bajarish va tizimni boshqarishdan iborat bo'lsa, xotira dastur va ma'lumotlarni saqlash. Kiritish, chiqarish portlari esa tashqi qurilmalar bilan aloqani ta'minlab beradi. Mikrokontrollerning asosiy vazifasi demak, ma'lumotlarni qayta ishlash, signallarni boshqarish, dasturiy ta'minotni bajarish, tashqi qurilmalar bilan aloqa o'rnatishdan iborat bo'lib turib, ma'lumotlarni qayta ishlash vazifasida mikrokontrollerimiz kirish ma'lumotlarini tahlil qilish va qayta ishlash vazifasini bajaradi. Signallarni boshqarishda esa turli qurilmalarga boshqaruv signalini yuborish. Dasturiy ta'minotni bajarish qismida esa o'rnatilgan dasturiy ta'minotni ishga tushirish. Tashqi qurilmalar bilan aloqa vazifasida mikrokontrollerimiz sensorlar va kauterlar bilan ma'lumot almashish vazifasini bajaradi.
RM arxitektural prosessorlarimiz kam quvvat sarflaydigan an sarfi bo'lib turib, energiya samaradorligi yuqori bo'ladi. Endi ayrim arxitektural protsessorlarning ning, qo'llanilishi mobil qurilmalarda asosiy protsessor bo'lib hisoblanadi. Yuqori tezlik va samaradorlikka ega bo'ladi. Demak, Advanced Risk Machines arxitekturasi kam quvvat sarflashi va yuqori unumdorligi sababli o'rnatilgan tizimlarda keng qo'llaniladi. Bu arxitektura mobil qurilmalar, sensorlar va boshqa ko'plab o'rnatilgan ilovanlarda ishlatiladigan protsessorlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Demak, ARM protsessorlari RISC-SS demak Reduced Instruction Set Computing dizayniga asoslangan bo'lib, bu ularning energiya samaradorligini oshiradi va murakkab vazifalarni bajarishda yuqori tezlikni ta'minlab beradi. Demak, mana bu yerda protsessorlarga ARM demak bu ikkinchi dizaynini ko'rishingiz mumkin. O'rnatilgan tizim protsessorlarining turlari bu har bir o'rnatilgan tizim protsessorlari bir-biridan murakkab arxitekturasi, katta buyruqlar to'plami, yuqori darajadagi murakkabliklar bilan bir-biridan farq qiladi. Maxsus maqsadli protsessorlar mavjud bo'lib turib, bu maxsus maqsadli protsessorlarimiz o'rnatilgan tizimlarda qo'llanilgan maxsus maqsadlari bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi. Raqamli signal protsessorlari, grafik protsessorlar, tarmoq protsessorlari. Raqamli signal protsessorlari signallarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, audio va video ilovalarda qo'llaniladi. Grafik protsessorlar esa grafik ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, o'yinlar va grafik dizaynga muhim hisoblanadi. Tarmoq protsessorlari tarmoq trafigini boshqarish uchun rotor va switchlarda ishlatiladi. Endi xulosa bilan aytadigan bo'lsak, o'rnatilgan tizimlarning kelajagi energiya samaradorligi, Internet of ya'ni IoT, ya'ni sun'iy intellekt bilan baholanadi. Energiya samaradorligi bu keng energiya sarflaydigan tizimlarni talab ortishi bilan baholanadi. IoT qurilmalari bo'yicha esa IoT qurilmalarining rivojlanishi o'rnatilgan tizimlarga yangi imkoniyatlar yaratish berishi bilan belgilanadi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish integratsiyasi o'rnatilgan tizimlarni yana aqlli bo'lishiga va uni davomiyligini ta'minlab beradi. Endi hozirgi kunda o'rnatilgan tizimlarning afzalliklari va o'ziga mos bo'lgan ayrim kamchiliklari mavjud bo'lib, demak, afzalliklari o'rnatilgan tizimlar ishlashda tezligi bilan afzal bo'lib hisoblanadi. Bunday tizimlar kamroq quvvat sarflashi bilan, shakl va o'lchamda kichkinaligi, hajmi jihatdan kichkinaligi bilan ushbu tizimlar juda keng ko'lamli va ishonchliligi, turli sohalar va muhitlarda ishlashi, mahsulot sifatini yaxshilash va ish faoliyatini yaxshilash, muayyan vazifani xatosiz bajarishi bu operatsion tizimning afzalliklari bo'lib hisoblanadi. Endi o'rnatilgan tizimlarning o'ziga xos ayrim kamchiliklari mavjud bo'lib turib, bu kamchiliklari quyidagilar. O'rnatilgan fayllarning zaxira nusxasini yaratish qiyinligi. Ya'ni o'rnatilgan tizimlarimizda bu nusxasini yaratishi imkoniyati yo'q, saqlab qolishni ham imkoniyati bu vaqtinchalik saqlab qo'yilishi bilan bu asosiy kamchiligi hisoblanadi. Ba'zan rivojlanish uchun murakkab integratsiya muammosi bo'lishi mumkinligi, qayta ishlash uchun juda cheklangan resurslarni taklif qilinishi, muammolarni bartaraf etish qiyin bo'lishi, xizmat muammo bo'lishi mumkin bilan demak o'rnatilgan tizimning kamchiliklari belgilanadi. Demak, bugungi mavzumiz bo'yicha o'rnatilgan tizimlar mavzusi bo'yicha asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat.